Buni qaranglar, tanaga moslashuvchi matras chiqarishibdi. Ya'ni o'z holatiga qaytib qoladi. Qo'lingiz tagingizda qolib ketsa ham umuman uyushib qolmas ekan. Bu ko'rib turgan matraslar tayyor holati 33 sm. Aka nimalardan tashkil topgan bu? Xo'p, tag qismiga rossiyskiy penopoliuretan qo'yilgan, keyin uning ustidan kokosvoy koyra, keyin spambot, keyin nezamistniy blok prujina. Ustki qismiga rossiyskiy penopoliuretan, keyin memory porolon qo'yilgan. Mana shu. Bir tomon ortopediskiy, bir tomon anatomiskiy effekt beradi. Umuman allergiya chaqirmas ekan. Xullas, bu tomonini ishlatsangiz ham bo'ladi, bu tomonini ishlatsangiz ham bo'ladi. 33 sm lik. Narxlarini videoda oxirida aytib o'tamiz. Bu ko'rib turganinglar Italiano modeli edi. Buni 2 kishilik matras uchun 800 dona shunaqangi o'zgarmas prujina ishlatishgan ekan. Endi Sofia modeli bor. Bunga nechta ishlatilgan aka? Sofia modelimiz bunga 2 barobar ko'proq bo'ladi. 2 kishiligiga 1800 ta atrofida nezamistniy blok prujina ishlatiladi. Bu prujina o'zgarmas, ya'ni har doim o'z holiga qaytib kelib qoladi. 30-35 yil xizmat qilar ekan, 8 yil garantiyasi bor. Qo'yilmasizlar. Buni qalinligi 30 sm, bu ham 33 sm. Bu ham shunaqa har xil etaplardan tashkil topgan. Endi hamyonboprog'ini so'raganlar uchun bu ham shunaqa o'zgarmas prujina. O'zgarmas prujina. Bu modelimizning nomi Premium. Azizlar, o'zlari matras ishlab chiqarishadi. Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga yetib kelganmiz. Har xil turdagi mana shunaqangi matraslar topishingiz mumkin. Bu yerda Magnolia modellari ham bor. Narxlari $25 dan boshlanadi. Eng qimmat, eng premiumi mana shu hisoblanadi. Ya'ni eng zo'rini xohlaganlar uchun Sofia modelining narxi $125 1 kvadrat metri. Narxlar $25 dan boshlanadi. Telefon raqamini pastda qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, matras izlab yurgan do'stingizga jo'natib qo'yishingiz esdan chiqmasin.